Buvamning oshqozonidagi mamlakat. Qobiljon Shermatov. Yozuvchidan dunyo bolalariga bir og'iz so'z. Assalomu alaykum, mening aziz kichik do'stim. Ushbu asarim hozir qo'lingizda turganidan behad xursandman. Ehtimol hozir meni serquyosh ona O'zbekistonimizning qaysidir bir burchagida o'qiyotgandirsiz. Balki olis Amerikaning gavjum ko'chalaridagi biror uyda turib mutolaaga sho'ng'igandirsiz. Ehtimol so'lim Parij xiyobonidadirsiz. Balki Venetsiya sohillaridagi uyingizning suvga qaragan derazasi oldida akangiz bilan o'tirgandirsiz. Ehtimol Braziliyaning qaysidir maktab kutubxonasida uchrashib turgandirmiz. Balki qaynoq Afrikaning soya salqin bir joyida yonboshlab kitob varaqlab yotgandirsiz. Ehtimol meni muqaddas Arabiston yarim orolidagi fayzli uylardan birida o'qib o'tirgandirsiz. Balki bepoyon Rossiyaning eng chekka taygasida tashqaridagi qahratonga parvo qilmay issiq pechka yonida qaynoq qahvadan ho'plab asta kitobimni ochgandirsiz. Ehtimol qo'shni Qirg'izistonning go'zal tog'laridan biridagi maktab kutubxonasidan bizni topgandirsiz. Xullas, aniq bilamanki, hozir aziz Yer sayyorasining qaysidir joyida turibsiz. Axir Oyda yo Marsda yashamaysiz-ku. Nima bo'lganda ham uchrashganimizga ming marta shukr. Men bu kitobimni papka ko'targan hamma bolalarga bag'ishlab yozdim. Ehtimol u bola papkasini yelkadan qo'yganiga ancha zamonlar bo'lgandir, lekin umrida papka tutganmi? Tamom. Demak, unga ham taalluqli. Qadrdonim, bilaman, hozir mazza qilib o'ynaydigan, bolalik gashtini suradigan yoshdasiz. To'g'ri, sport o'yinlari kerak. Ertaga sog'-salomat o'qib o'rganish, haqqa va xalqqa xizmat qilish uchun. Lekin shuni ham bilib qo'ysangiz yomon bo'lmasdi. Insonning eng xotirasi kuchli payti yoshligi bo'ladi. Kimdir bundan unumli foydalanib qolsa, yana kimdir tunu kun video o'yinlar, internet tarmoqlaridagi befoyda xabarlar og'ushida ushbu bebaho lahzalarini havoga sovuradi. Keyin sochlari to'kilib qo'liga hassa tushganida bekor o'tgan vaqtlariga ming marta pushaymonlar bo'ladi. Kamina faqir do'stingiz sizning bunday holga tushib qolishingizni aslo istamaydi. Shunga kuyib-pishib mana shunaqa kitoblar yozaveradi. Tilagim, jismingizdagi va aqlingizdagi bu katta kuchingizni faqat yaxshilikka sarflang. Ularni bekor ketkazish xuddi orolda qolgan odam uyali telefonida qutqaruvchilarni chaqirish o'rniga uning quvvatini qo'shiq eshitib tugatib qo'yganga o'xshaydi. Do'stim, siz ham quvvatingizni bekor ketkazmang. Ilm o'rganing, o'qib izlaning. Qobiljon Shermatov. Birinchi bob. Burganing burniday bola. Assalomu alaykum. Dadam birov bilan gaplashishdan oldin salom bergin deb o'rgatgan. Keling, oldin tanishib olsak. Kamina Bahodir Fozilov Haydarali o'g'li. O'rtoqlarim meni Bahodir kamgap deyshadi. Hozir 6-sinfni tugatyapman. Baholarim durust, faqat durust tildan sal xafaroq. Oilada 10 kishimiz. Buvam, dadam, onam, 2 akam, ularning xotinlari, 2 jiyanim va men. Tug'ilishi kutilayotgan Mittivoyni qo'shsak, Xudo xohlasa, yaqinda 11 bo'lamiz. Dadam zavod bog'bon, ayam maktabda o'qituvchi. Katta akam ilm yo'lini tanlagan, kattakon olim, kimyo fanlari doktori. Kichigi oliygohda 2-bosqichda tahsil olmoqda.
Kelinlarga to'xtalsak, bittasi qishloqning eng ishongan chevari, boshqasi mahalla boshidagi magazinni pishiriqlar bilan ta'minlab turadigan qo'li shirin pazanda. Xullas, oilamizda kiyim bilan pechenyedan umuman muammo yo'q. Yurishni boshlabmanki, to'p jinnisiman. 2 yoshligimdan dadam tug'ilgan kunimga qizil naqshli ko'ptuk sovg'a qilganidan buyon hayotim futbol bilan chambarchas bog'langan. Agar menga bitta bekorchi darvozabon bilan bitta gallant to'p bo'lsa, Jizzax somsasidan ham voz kechishim mumkin. Tushlarimda ham yugurib chiqaman. Ba'zida tursam, yonimdagi jiyanlarim nariga surib tashlangan bo'ladi. Bir kuni G'anisher big'illab yig'lab qoldi. Ko'zimni ochsam, devorga suyanib orqasini silagancha dod solyapti. Tushundimki, bugungi penalti G'anisherga tepilgan. Darsda ham xayolim stadionlaru 7A ning chopqir yigitlarida, zaldagi naqshinkor futbol to'plarida turadi. Bu narsani kasallik deb aytasizmi yoki qiziqishmi, o'zingizga havola. Eng yoqtirgan narsam nima ekanligini aytdim. Endi eng yoqtirmaganimni ham bilib qo'ying. Bu uyimizdagi 74 ga kirgan keksa bobomning nasihatlarini eshitish. Unga bitta xatoyingiz kifoya. Hoy piyolani chap qo'ling bilan uzating. Hoy tarvuzni bismillohsiz so'ying. Tamom, yarim soat nasihat eshitishga mahkumsiz. Kechirasizlar-u. Hatto ba'zan rosa dimiqqan paytlarimda tentak kallamga bu chol gapirolmay qolsaydi degan xayollar ham kelgan. Lekin hozir bari boshqacha. Men tubdan o'zgarganman. Ishonsangiz, hozir futbolni yig'ishtirib bobomga qarishaman. Soqollarini olib boshiga suv istaman. Hatto maktabdan tezroq kelib uning gaplarini eshitsam-u deyman. Endi u kishini ezma buva emas, donishmand buva degim keladi. Meni bilganlar Bahodir kamgapga nima bo'ldi, eskirib qoptimi deb ajablanib so'rashmoqda. Agar gaplarimni hozir bo'g'ilmasdan eshitsangiz, sizni ham esingiz kirib qolishiga kafolat beraman. Xullas, boshladim. Issiq may oylari. 4-chorak yakunlanish arafasi. Hammasi o'sha 2-soatda ham tovug'im Baxtiyor bilan stadionga qochishimizdan boshlandi. Qarasak, 7A ning yigitlari sport darsida maza qilib to'p surishmoqda. Meni Pele deyadigan Ravshan ismli bola oyog'i lat yeb o'rniga meni tushirdi. Baxtiyor esa sal keyinroq qo'shildi. Xullas, shu kuni 5 ta golda qatnashganimni hisoblamaganda jami 3 marta darvozaning to'rini larzaga keltirdim. Yong'indan qochgan kiyikdek terga botib uyga qaytyapmiz. Tomoqlar qaqragan. Hatto ariqdagi baqali suvdan ham ichib qo'yishimizga bir vaqya qoldi. Tuflilarimizni qo'lga olib, yalangoyoq poychalar shimarilgan, ko'ylaklar kamardan chiqarilgan, kepada teraklar salqinida qaytyapmiz. Bizning uy birinchi kelgani uchun Baxtiyor senlarnikidan choy-poy ichib olay, yonib ketmay tag'in deb qadamini biznikiga burdi. Uyga kirib qarasam, choynaklar simirilgan, temir bidondagi suv qaynab yotibdi. Muzlatgichni ochdim. Qatiqlar orasida gilosli kompotdek qip-qizil suyuqlik solingan bankaga ko'zim tushdi. Ishtahani qitiqlovchi hidi bilan tiniq rangi ko'zimni o'ynatib yubordi. Hech qayoqqa qaramay yarmini ichdim-da Baxtiyorga olib chiqdim. Do'stim ham himoyada turaverib, itday chanqagan ekan. Bir simirishda tugatdi. O'sha kuni qornim rosa g'uldirab, a'zoyi badanim qaqshab og'riy boshladi. Inqillay zo'rg'a uxladim. Ertalabga yaqin meni jin bosdi.
Odatda la'natlar tomog'idan oladi deb aytishardi, lekin meni bosgan jin shunchalik kattamidi bilmadim, yuzimdan tortib oyog'imgacha iflos panjasi bilan ezib turardi. Nafasim qaytib buvam o'rgatgan duolarni o'qishni boshladim. Ularni chala yodlaganim pand berib picha azoblandim. Ammo baribir kor qildi shekilli. Xiyol o'tib u ustimdan ko'tarildi. Ko'zlarimni ochib qarasam, tepamda bahaybat maxluq qanot qoqib uchib ketyapti. Jinlar ko'zga ko'rinmasligini bilganim uchun bu nusxaga yaxshilab qarab olgim keldi. Kallasi xunday, keti tandirday kelardi. Rangi qop-qora, naq 6 oyog'ini sanadim. Qanotlari esa yupqa pardali edi. Unga qarab turib xuddi yozda qovun po'chog'i mavsumida ko'payadigan qora pashshalarni esladim. Faqat u judayam katta edi. O'rnimdan turib qarasam, qarshimda qizil rangli adir, baland oppoq tog' turibdi. Tog'ga sutday oq choyshab yopilgan. Choyshabning har yerida qalinligi bir quloch keladigan uzun kalavalar osilib yotibdi. Picha yursam yerga botgan tomirlarga ko'zim tushdi. Odatda daraxt bo'lsa tomir bo'lardi, lekin bu g'alati ildizlar bir joydan kirib, bir chaqirim naridan yana chiqqan, hecham toraymasdan yana shuncha masofadan bo'rtib turibdi. Osmon ham g'alati, to'rtburchak. Quyoshku g'irt ajoyib, osmonning qoq markazida, xuddi lampochkaday simga osilib turibdi. Shu lahza hech qanaqa adirda emas, o'z uyim, o'z joyimda turganimni, tagimdagi qizil adirlik ayam qavigan qizil et to'shak ekanligini, tog' esa yonboshlab yotgan g'anisher choyshab uning kiyib olgan maykasi ekanligini, maykadagi chilvirlar soch tolalari, adirdagi semiz tomirlar, to'shakning qavilgan iplari. Meni bosgan haligi jin esa shunchaki bezbet qora pashsha ekanligini tushunib qoldim. Birdan esimga olim akamning yangi dori ustida bosh qotirayotgani, uni ichgan odamning bo'yi kichrayishi mumkinligini aytayotgani keldi. Chindan ham bu dorining ta'siri ikkalamiz buzoqchada sinab ko'rgandik. O'shanda 2 oylik qashqavoy kecha tug'ilgandek kichrayib qolgandi. Keyin dadamdan rosa kaltak yegandik. Shularni o'yladimu kecha chanqab kelib Baxtiyor bilan simirgan kompotimiz o'sha dori ekanligini tushunib yetdim.